Assalomu alaykum. YouTube kanalini ixlosmandlari, aziz mani obunachilarim. Men video qilmaganimga ham bugun xudo xolisa 6 kun bo'ldi. Bundan 6 kun oldin demak o'sha 1-may kuni erta tongda bir video qilganimda Qidir Nazar Alloqulovni demak Xaloskorlik Xalq Demokratik partiyasini tuzmoqchi bo'layotgan oldingi Haqiqat va taraqqiyot Xalq Demokratik partiyasini tuzishga harakat qilib tuzolmagan, hozirgi kunda Xaloskorlik Xalq Demokratik partiyasini tuzishga harakat qilayotgan Qidir Nazar buva Alloqulovni demak videolarga o'zimni murojaatimni etib Qidir Nazar akaga bir necha savollar bilan men hurmat bilan aka deb sizlar orqalardan ham birorta bir shaxsiyatlariga, nafsoniyatlariga yo'q qilayotgan ishlariga bir yomon bir nazar bilan yo yomon bir so'z bilan gapirilgan gap men gapirmadim. Faqatgina ularga bir necha savollarni berdim. Endi bugungi o'shanga javoban mana 6 kun o'tib qilayotgan o'shanga o'zimni munosabatimni bildiradigan videoyim esa umuman xolis YouTube kanalini xolis muxlislariga, xolis o'zbek segmentidagi tinglovchilarimizga hamda mani qadrdon obunachilarimga umuman aloqasi yo'q. Bugungi qilayotgan videoyim ana o'sha kundagi Qidir Nazar Alloqulovga bergan savollarim bo'yicha kommentariya yozgan. O'shandan beri 8 mingtacha prosmotr bo'libdi. Mana 8 mingdan oshiqroq ahamiyat bersam, bor yo'g'i 89 ta like bo'lgan. 89 ta shunisiga ham shukr. Nima desam bo'lar ekan? Asosan kommentariya izohlar yozilgan. Izohlar 273 ta yozilgan. 273 ta izohdan deyarli 99.9% norozi kayfiyatda xafa bo'lib, ko'pchiliklar o'zlarini ming rahmat tarbiyalarini ko'rsatib, kimliklarini, o'zlarini darajalarini ko'rsatib, ota-onalarini darajasini ko'rsatib, kelib chiqishlarini, avlodliklarini, kimdan tarqaganliklarini ko'rsatib, hurmat bilan sizsirab, masalan, e'tirozlarni bildirganlar juda ham ko'p, bir 80%, 85%, lekin qolgan 10-15% haqiqiy kimligini bildirib, sansallab, so'kinib, haqoratlab, endi shunaqa deyman, mana sekin-sekin bilib olaverar ekan biza. Mayli, sizlarga ham rahmat, Xudo insof bersin. Lekin men bu hozirgi xalq tilida yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining tilida nima desam bo'lar ekan, haligi negativchilar degan nom ostida bo'ladigan negativ fikrlar, negativ degani endi salbiy fikrlar degan. Salbiy fikrlarni yozganlar negativchilar deyishar ekan. Men ularni negativchi deb kulturniy qilib aytmayman, qog'ozga o'rab aytmayman. Ular akillagan itvachchalar, qaysilari so'kinib, haqoratlab, juda yomon so'zlar bilan murojaat qiladi. Yosh katta odam bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, ayrimlari ayol kishilar o'shalar ham bor-ku. O'shalar ham endi o'zini kimligini, madaniyatini, kimdan tarqaganligini, qanaqa tarbiya olganligini, to'g'ri alamzoda bo'lishi mumkin, lekin men hech kimni urishmayapman, so'kmayapman. Qidir Nazar Alloqulov o'sha videoni boshidan oxirigacha 15 minut ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, faqat sizlar hurmat bilan murojaat qilyapman. Lekin men mana bularga achinamanki, men bu juda ko'p akillaganlar bor. Akillashibdi, birgalashib akillashibdi, ancha akillashibdi. Men o'sha kuni ham aytganman, bunaqa so'kinadigan, haqoratlab yozib, yomon gaplarni yozadiganlarni mana dalada yuribman. Mana shu dalamda
haqiqatda tovuqxonalarning oldida mana bu bog'larni atrofida tug'ilib qolgan itlar bor. Itchalar, ko'ppaychalar. Mana shu yashagandan keyin mana shu dalalarni o'zini vatani deb biladi-da, o'tgan ketganga akillaydi. O'sha akillaydiganlarni mana shu ko'ppaylardan hech qanaqa mana shu itvatchalardan farqi yo'q. Qaysiki, yana gapiryapman, so'kinib haqoratlab yozadigan odamlarni gapiryapman. Ularning darajasi shu, ularning ota-onasi shu, ularning tarbiyasi shu, ularga rahmim keladi. Nimaga desangiz, men to'g'ri xalqi dardi, iqtisodiy qiyinchiliklar, ijtimoiy qiyinchiliklar, jamiyatda bo'layotgan nohaqliklar, adolatsizliklar, korrupsiyalar, nepotizmlar yo'q demayman. Xalq bundan charchamagan demayman. Xalq deganda endi hammani nazarda tutmayapman. Shunaqa negativchilar, asosiy bu negativchilar nimaga? Mayli shunchaki Xidirnazar rejada bo'lib gapirayotgan bo'lsa ham rahmat. Bir orzu qilyapti-ku, lekin orzu to'polon bilan, ag'dar to'ntar bilan, baqir chaqir bilan bo'lsa, men aytayotganimki, xalqqa, oddiy xalqqa yaxshi bo'lmaydi. Har bir narsa, mana ko'ryapsizlar, Xidirnazar 2020-yilda boshlagan edi buni. Mana 6 yil o'tdi o'lmagan qulga. Lekin Xidirnazar hali hamon tirik, hali hamon o'sha harakatida davom etyapti. Keyinchalik tashqi chet ellardagi tashqariga chiqib ketgan muxolifatchiman deydiganlar ham Xidirnazarga qo'shildi. Bular hali hammasi tashqaridagilari, men bilganim o'sha namoz normim bormi yoki bo'lmasang el tuzchi bormi, aka-uka anu Xorazmlik Babajonovlar, yana anu nima deydi, Bobomurod Abdulla bormi, o'tda anu hammalarni xursand qilib, hammalarni ko'kraginglarni ko'tarib, bir zamonlarda 11-sessiyada 91-yildami, 92-yilda Karimovga qattiq gapirgani uchun sizlarni qalbingizdan joy olgan ali bir nima Muhammad bormi? Bir narsa Jahongir Muhammad bormi? Namoz normim bormi? O'sha tashqarida yurganlarning hammasi bir, yana anu komil inson bo'l deydigani bormi? Keyin anu Bobomurod Abdulla aytgandek Kadiqovoq deydigan anu Buxorolik, yana nima Asliddin deydigani bormi? Shularning hammasi birgalashib yana o'zlaricha bir muxolifat partiyani tuzmoqchi bo'ldi-da, o'zidan o'zi tarqab ketdi. O'zidan o'zi. Endi mayli, men ularni to'g'ri Xidirnazarni Alloh qulibmi, mana hozir yana o'sha tashqaridan mana kecha eshitdim. Anaqada eshitdim, Ozodlik radiosida Xidirnazar Alloh qulib yana tashqaridan qo'llab turishibdi-da. Endi mayli, men Xidirnazar Alloh qulibmi na partiya tuzishiga, na xalq o'ziga qo'shishiga, na anketa tuzishiga birorta qarshi yomon gap gapirganim yo'q. Men faqat tushunlaring, menda millat tuyg'usi baland. Yoshim 2 kam 70 ga kiryapti. Baraka topkirlar. O'sha Sovet davrida 80-yillarda biza boshqa, endi uni aytmay qo'yaylik, millatlar bilan shaharda Toshkentda nafsoniyatga tegib, g'ururga, o'zbekni oyoq osti qiladiganlar bilan qattiq kurashib katta bo'lganmiz. Shunaqa ruhda qolganmiz. O'sha Sovet davrida ham mana shu ruhda bo'lgan biza. Uncha-munchalar chichqonlikni mintanga bo'lib, vagoni bilan, avtobusi bilan, общежитияsi bilan ikkita hali boshqa millatdagi o'zini zo'rmanda hisoblaydigandan qochib ketgan paytda biza shuni kurashib yurganmiz. Menda millatchi emasman, milliy g'ururim bor, nafsoniyatim bor. O'shaning uchun men Xidirnazarni faqatgina o'sha o'zbek unaqa, o'zbek bunaqa deyapti, qo'y deyapti, baliq deyapti, tarqab yo'qolib ketishga mahkum millat deyapti, tashqaridagilar aytayapti deganiga faqatgina men nima qildim? Shu millatchiligiga qarshi gapirdim, xolos. Qaysi bitta qo'shni millatlarimiz, Markaziy Osiyodagi turkiydoshlarimiz, eldoshlarimiz, yurtdoshlarimiz qaysi bittasi juda ham ravnoq topib osmonga chiqib ketdiki,
o'zbek millatini siz ota bobosidan qolgan, genida qolgan, nima deydi? Qonida qolgan qo'rqoqlik degan narsalarni gapirmang. Siz ham osmondan tushmagansiz yoki laboratoriyada bir narsadan kimyoviy yo'l bilan tashkil bo'lmagansiz. Siz ham bir o'zbek millatining farzandisiz, vakilisiz. O'tgan ajdodlarining ruhini chirqiratib, ota-bobolari, ajdodlari unaqa bo'lgan, bizga mana meros qilib ketgan demagin. Qidir-nazar Allohqulov. Millatni kim bo'lishidan qat'iy nazar millati yo'q odam bo'lsa faqat qonini o'ylaydi, hirsini o'ylaydi, nafsini o'ylaydi, orqasini o'ylaydi o'zini. O'shaning uchun men o'sha oldingi videoyimda gapirganimda uni hamma gurkirab ketyapti. Partiya tuzishingga qarshiman degan emasman. Faqat millatni kamsitmagin, millatni gapirma, qilishingni qoyil qilib. Shuning uchun sen hamma atrofimizda markaziy Osiyo davlatlardan, hattoki o'sha esingi sobiq Sovet davlatidagi respublikalarni bitta qilib gapirganingda edi, bular shunaqa qo'rqoq bo'lib qolgan Sovet davrida. Boshqa gapida nimaga faqat o'zbekni gapiryapsan? Faqat o'zbek orqada qolib ketyaptimi? degan ma'noda gapirsam, gapni ma'nosini tushunmaydiganlar juda ham ko'p ekan, juda ham ko'p ekan. O'sha negativ so'kinadiganlar ham Xudoning rahmi kelsin. Ota-ona shundoq qilib qo'yganki, balki nikoh bo'lmaganmi, balki kayfda bo'lmaganmi, bilmayman. Ota-ona ular yoki tarbiyasi shunaqa bo'lganmi? Ota-ona shundoq qilib qo'yganki, sen bog'dan kelsang, u tog'dan kelib gapiraveradi. Troll deydi, troll deganiga hayron qolaman. Xuddi mana shunaqa bir bizning millatimizda, yurtimizda shunaqa odamlar shakllanganki, mana shu kim sal adolatni, sal haqiqatni bunaqa emas u, manaqa bo'ladi-yu, gapiradigan bo'lsa, troll. Ana buji kelyapti, buji. Chingizxonning nabirasimi? O'sha buji deydigan bo'lgan ekan, o'sha paytda bosqinchilik qilgandan keyin bizning yurtlarimizda ana buji kelyapti deb qo'rqitadigan bir gap tarqagan ekan xalq o'rtasida. Hozirgilarning o'rtasida mana shu troll, ana troll. Qara qilib men 68 yoshimda men troll bo'laman. Hech qayerda ishlamasam, pensioner bo'lsam. Davlat trolli menga qolgan emas. Trolli o'zi davlat yetishtiradi o'zining inkubatorida, studentlaridan, boshqasidan baraka topkurlar. Ana troll. Bu troll bo'lsa kerak. To'g'ri zakazga ishlayapsan-a, sen iflos, senga zakaz qilishda. Men shunaqa zakazga ishlaydigan darajadagi odam emasman dedim. Endi troll deganlarga bitta javobim bor-da. Mana masalan bizani yurtimizda, bizani qishlog'imizda o'sha qiyinchilik, repressiya yillarida, ya'ni o'sha nima desam bo'lar ekan, 38-yillarda, hatto urush davrlarida, mana urushlarga odamlarni qidirib, aloqa olib ketayotgan paytda mahallamizda bizani bir Nurali Yog'liq degan odam paydo bo'lgan ekan. U Nurali Yog'liq Mingvosh, ya'ni hozirgi tilda aytganda Selsevit raisi bo'lib ishlagan ekan. O'sha Mingvoshi butun xalqni mana shunaqa qo'zg'olonga, xalqni mana shunaqa birdamlikka, birlashishga chaqirar ekanda, xalq qamalib ketaverar ekan. Hali Nurali Yog'liq deb odamlar hammani badiga tekkancha qishloqni xalq qo'ygan ekan. Hali Nurali Yog'liqchi indamasdan 1-2 sutkadan keyin yo'q qaytib chiqib ko'rar ekan, o'tiribdi. Keyin o 50-yilda Stalin o'lgandan keyin bilishsa, u butun yolg'onlagan xalq tarafdori bo'lib, o'shalarga xizmat qilib yurgan ekan o'zi. Mana shu sallagan baxtingga bir Qidir-nazar Allohqulov mayli yaxshi partiyalarni tuzsinlar, mana anaqalarni tarqatyapman, men yana boshqa anketalarni tarqatyapman deyaptilar, yana tarqatsinlar, murojaat qildilar. Men unga aralashmayman ularning siyosiy ishiga. Sallaga qo'shilma, tuzmasin demayman. Faqat millat g'ururini toptamalaring deyman. Bo'ldi, boshqa gapim yo'q. E'tiborlaringiz uchun rahmat.